O'qishga yaqin kim dushmanlar? Dona. Necha yillik? 15 yillik. Men qarang tug'ilganingizga 13 yil bo'lyapti shekilli. Yaxshi ko'rasizmi? Juda. Qanchalik? Ko'p. Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi? Tasavvur qiling, kimdir keldida, siz oldingizga Jasmina, talla yoki $100,000 yoki E'zoza desa agar, $100,000 ga nima olasiz? Ko'p narsa. Sizdan voz kechib yordimi? Bilaman. Oxirgi marta qancha yaxshi ko'rsangiz aytdingiz dugonangizga. Hozir men tug'ilgan kunim bugun. Bugunmi? Voy, tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Ushlab turing buni. Tabriklaymiz. Oh my god! Wow! Mana orqadagi. Avlodim bilan sig'aman. Avlodim bilan sig'aman deydilar. Zo'rda qarindoshlaringizdan olib yuraverasiz. Hop, mana bugun nima sovg'a berdingiz? Bungami? Sumka berdim, sumka. Sumka berdingiz. Puli ham bormi ichida? Yo'q. Pulini siz berasiz. Bo'ldi, hal qilamiz. Hozir mana boshqadan tabriklar. Men seni yaxshi ko'raman, quchoqlab qo'yarasiz dugonangizni. Qani tabriklang. Tabriklayman do'stim. Zo'rg'a quchoqlangan dugonlar bo'ldi hozir. Hop, blitz savol o'yini o'ynaymiz. Qo'l bilan ko'rsatsalar, kim ko'p gapiradi ikkala o'yinda? Kim o'zini rasmga olish yaxshi ko'radi ko'proq? Kalam. Kim ko'proq pul ishlatadi? Kim baholari yaxshiroq maktabda? Meniki. Ustozlar bilan yaxshi chiqadigan kim? Ikkalamiz. Kim yig'loqroq? Bu. Kim uyqusiroq? Mana shu. Kim birinchi yerga tegib ketadi? Bu. Bunchalar zo'rsan, sog' bo'linglar.